3,5 sotik 8 xona 2 etajli uy, oldin bog'cha bo'lgan, bat Suqtepada turibmiz. Prezident Marg'ilondan prezident o'tganingizda, eski Farg'onani yo'l yurganingizda prezident o'tib 1 kilometrga yetib olmasdan uyda holati 63 ming baho aytyapmiz. Gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor ekan, tayyor. Xudo xolasa biznesni yurg'izib tursangiz bo'ladi. Holatni ko'rib turibsizlar. Bu tomonimizga ham ancha qurilish qilsa bo'ladi. O'zi 3,5 sotik mana shu общийmi? Yarimita katta ekan. Qayerdan bo'linadi? Metdan. Aha. Mana manetdan shunday bo'linadi. Mana shu 2 etaj tomoni bag'i to'g'ri ketsa 3,5 sotikda 63 ming deyaptilar. Kelishadigan xonasi bor, kami bor. Просто narx aytanyapti. Bag'iga ham xuddi shunaqa qilib qursangiz bo'ladi. Mahallaning ichida asfalt bo'lgan mahallamiz. Uylar o'zi holatini ko'ryapsizlar. Pastki raqamlarga telefon qilsalaring baraka qilib yuboramiz 63 mingga. Mana shunaqa chiroyli xo'p, tayyor biznes bilan so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Lokatsiyani ayting. Gaz o'chmaydi, xudo xolasa. Jalini ham bo'lib qoladi. Bu ham yaxshi bo'ladi. Bu ham qoladi. Hamma deyish. Bo'ldi. Xullas gaz zo'r ekan, past raqamli bilan olasizlar.